Sekularizm degan nima? Sekular kelimesining etimologiyasi o'rta latinchasidagi sakulum kelimesi tutuşulgan bo'lib, kunimizda o'xshamagan 3 ma'noni bildirdi. Birinchi ma'nosi asari chaq dunyodir. Latinchadagi sakulum kelimesi zaman ve makan ma'nilarini bildirgan bo'lib, zaman deyilganda hozirgi, ya'ni mush paytni ko'rsatadi. Makan bo'lsa bu dunyoni ko'rsatadi. Sekular hukmi bu dunyoda meydon kelgan chaqdash voqealarni, ya'ni hozirgi zamonda bo'lib o'tgan voqea hadislarni ifoda qilgan sifat bo'lsa, sekularlik bir ahvolni yoki vaziyatni ko'rsatadi. Sekularlik bo'lsa bir musafa yoki jarayonni ko'rsatadi. Sekularlikning ideologik kuchi sekularizm bo'ldi. Ikkinchi ma'nosi cherkov sistemida turib, monastirlik hayotini tashlab, dunyoga yuzlangan din o'lmalari uchun ishlatilgan sekular kelimesidir. Monastirga bekinib, dunyo bilan bo'lgan munosabatni uzib, tanalıqni tanlagan oshqun poplardan farqli bo'lgan sekular poplar dünya, xalq ve cemiyet bilan bo'lgan munosabatiga ahamiyat berishni ta'kidlab, xalq bilan ham nafas bo'lgan va jamiyatning masalalariga dinni chiqish qilgan holda chora tepishga tirishgan. Üçüncü ma'nosi bo'lsa, tarixiy musobaqada yoki vaqtning o'tishiga erishib, dinning jamiyatning har qaysi sohalarida tayanch kuch va g'ol manba bo'lishdek funksiyasining ojizlashishini ko'rsatadi. Misal versek, o'rta asrdagi bir sotda kishining to'g'ri aytib aytmaganligi u kishi ishongan din nomiga qasam qilishi bilan o'ljilinadi. Hozirgi zamon dunyoda bo'lsa, sot mahkamalarida din nomiga qasam berishning o'rniga dalil isbot asos qilindi. Sekularlik hukmi tunji bo'lib 1648-yili Vestfaliya tinchlik kelishimida ishlatilgan. Burulada bu hukm chirkovga tava, lekin keyincha chirkovning qo'ldan chiqib ketib, bir siyosiy hokimiyatning qo'liga o'tib ketgan zaminlarni ifodalash uchun ishlatilgan. Keyingi mezgillarda inson tushunchisini dinlar tashabbus qilgan o dünya düşüncesidan yiroqlashtirib, turmush ritmi nihoyat tiz bo'lgan bu dunyo tushunchasiga markazlashtirish harakati barliq kelgan. Sekularlik va sekularlikni ifodalash uchun yana dunyoning seyr qutisidan qutulishi, organlashish, jamiyatdagi qurilmalarning inchiklashib, barpo qilinishi, aqliyatchilik, individuallik, xususiylashish, nisbiylashish, bu dunyoga tava bo'lish, e'tiqodsizlik, cherkov dinining yemirilishi, cherkovsizlashish, aqartish davri falsafasi, insonning o'zini ilohning kontrolidan qutuldirib mustaqillashishi, gumanizm va bu dunyoga markazlashishga o'xshash hukm va iboralar ishlatildi. Bu vaqtda tadqiqot olib berayotgan Layer Shayner sekularlik hukmining 6 xil ma'noda ishlatib kelinayotganligini deydi. Dinning jamiyatdagi o'rnining ojizlishi, hatto yo'q bo'lishi, bu dunyoga ergashish, jamiyatning din bilan munosabatini uzishi, diniy e'tiqod va organlarning nufuzidan ojizlab, boshqa kuch va qurilmalarning bosh ko'tarishi, dunyoning muqaddaslikdan xolilishi va muqaddas va diniy jamiyatdan sekular jamiyatga o'tish qatorliqlardan iborat. Bizda sekularlik hadisi Yevropadagi aqartish, ya'ni ma'rifatchilik harakati bilan boshlagan bo'lib, ulus davlat tushunchasining kuchayish natijasida taxmi umumlashgan. Shundaqla ilm-fan sohasidagi taraqqiyotlar va falsafiy tushunchalarning keng tarqalishi bilan nufuzli o'ringa o'tgan hukmga aylangan. Nufuzli jamiyatshunos Max Weberning qarashicha, aqllashish, ya'ni ratsionallashish natijasida barliq kelgan sekularlik hukmi dunyoning sehrini, ya'ni sehriy tarafini buzib tashlagan. Din yoki dinga tava bo'lgan har qanday simvollarning ijtimoiy ahamiyati ojizlab, muqaddas deb qaralgan simvollar odatdagi tovarga aylantirilgan. Sekularlashish inson aqliga mutlaq ishonishning natijasidir. Ya'ni ma'rifatchilik harakati natijasida kuchaygan aqllish musobaqasida barliq kelgan. Sekularizm insonlarni bu dunyoni metafizikni asos qilmay turib, izohlashni, hatto o'zgartirishni o'rgatadi. Qisqasi, sekularizm muqaddaslikning, diniy e'tiqodning inson va jamiyatdagi ta'sirining aziyishi yoki yo'q bo'lishini ko'rsatadi. Lekin 20-asrning keyingi yarmida paydo bo'lgan oshqun diniy harakatlar, taraqqiy topgan davlatlarda barliq kelgan yangi diniy harakatlar, Amerikaga o'xshash kuchli davlatlarning siyosatiga diniy e'tiqodning ta'sir ko'rsatishi, demokratiya, pul, erkinlik, millatchilik, feminizm qatorliq hukmlarning muqaddaslashtirishi qatorliqlar sekularizm nazariyalarininki umrining oxirlashishiga doir isbotlar bo'lmoqda. Nufuzli din jamiyatshunosi Peter Berger sekularizmninki kriz ichida turayotganligini, hatto umri tugaganligini ta'kidlaydi.